Assalomu alaykum. Mustaqil Qirg'iziston Respublikasining birinchi prezidenti bor Askar Akayev degan 2005-yilgacha Qirg'izistonni boshqargan. Shu kishi shu kunlarda bir intervyu bergan va shu intervyuda bir g'aroyib ma'lumotni beryapti, fikr aytyapti. Ya'ni qarang. Rostini aytsam deydi u kishi, 90-yillarda prezident bo'lganimda menda shubha bor edi. Qirg'izlar bozor mexanizmlarini o'zlashtirib keta oladimi? O'zbeklar bilan raqobatlasha olamizmi deb ko'p o'ylardim. Chunki nazarimda bozor iqtisodiyotiga o'tishimiz bilan o'zbek birodarlar butun Markaziy Osiyoni egallab boshqaradigandek edi. Sababi ular Sovet davrida bunga tayyor edi. Ammo biz barchamiz Islom Karimovdan minnatdor bo'lishimiz kerak. U kishi o'zbeklarni O'zbekistonda dunyodan ajratib qo'ydi. Shu bilan u qirg'iz va qozoqlarga imkoniyat yaratib berdi. Men deyapti u kishi. Shu uchun Islom Karimovga Qirg'izistonda haykal o'rnatgan bo'lardim. U bizga yo'l ochib bergani uchun. Qirg'izlar bozor mexanizmlarini o'zlashtirib oldi. Agar raqobat bo'lib Islom Karimov O'zbekistonni ochib qo'yganda edi, mana hozir Mirziyoyev kabi dunyoga ochilganda edi, biz ular bilan raqobatlasha olmasdik. Ko'ryapsizmi? Yopiqlik qanchalik zarar. O'zbekistonliklarda Markaziy Osiyoda tengsiz yetakchi bo'lish imkoniyati bo'lgan. Allaqachon shu marrani egallashimiz mumkin edi va iqtisodimiz eng yaxshi iqtisodiy ko'rsatkichga ega mamlakat bo'lishi mumkin. Lekin mana shu yopiqlik odamlarni izolyatsiya qilish, qo'rqitish yoki iqtidorni namoyish qilishga imkoniyat bermaslik. Tashabbus ko'rsatilsa, tashabbusga jazo sifatida qarash mana nima oqibatga olib keldi. Chunki o'zbek xalqining, o'zbekistonliklar qonida borda tadbirkorlik. To'g'ri aytilyapti, Sovet ittifoqi davridayoq tayyor bo'lgan odamlar. Haqiqatan qonida bor, lekin mana shu jo'shqinlik, iqtidor bo'g'ilgan va shuni hisobidan hozir biz Markaziy Osiyoda yetakchilik yetirmasmiz. Lekin mana hozir endi shu yo'lda ketyapmiz. Umid qilamizki, bundan keyin bunaqa yopiqlik yo'li bo'lmaydi. Xalqimiz ham, rahbariyat ham buni yaxshi tushunib yetgan va vaqt o'tgandan keyin hamma narsaga xolis baho beriladi. O'z davrida maddohlik qilinishi mumkin, o zo'r hammasi, lekin baribir vaqt ko'rsatyapti. Biz vaqt yo'qotdik. Buni ham maddohlik deb qabul qilish kerak emas. Menimcha bu real fikr bo'ldi. Shundan xulosa qilib olishimiz kerak. O'zbekiston va o'zbekistonliklar Markaziy Osiyoda yetakchi bo'lishga haqli va shunday bo'ladi vaqti kelib.